Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, aldığımız diqqətinizə bu hafta huzurunuzda sunmaqçı olan xəbərlərimizin əsas məzmununu tunuşdurmuş. Diqqətinizdə Maarif cəmiyyətində strategiya leksiyası ötküzüldüyü mövzulu xəbərimiz oldu. Leksiyada doktor Erkin Akram xalqaro kuchlar tənzimligi və özgürüş əhvali mavzusida leksiya berdi. Shundaqla xalqaralıq Martin Annas kishilik huquq mukofoti Xitoy tarafidan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Uyghur profesör doktor İlham To'xtug'i berildi. Mukofotni qizi Javhar İlham topshirib oldi. Shundaqla yana Erdo'g'an Iroq bosh ministriga qattiq raddiya berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Ma'lumki o'tgan hafta Turkiya bosh ministri Binali Yildirim Iroq bosh ministriga raddiya qaytargandi. Türk askarlarininki Iroqdagi mavjudligidan rahatsiz bo'lgan Iroq hukumatiga bu qatim javob Erdo'g'andan texmi qattiq holatga keldi. Bu va bundan boshqa xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoyning uy chiqib ko'chirish siyosati amaliyleşmekte. Xitoy tajovuzchilari 2016 yili ichida jami 7665 uydagi oilaning uylarini chiqib, ko'chirish xizmatini elib berishni planlaganligini e'lon qildi va bu yilgi plan 55% dan ortiq o'rinlangan bo'lib, yil oxirigacha 100% ga yetkazdi ekan. CGTV'ning bergan xabarida Xitoy tajovuzchilari tomonidan 2009 yildan boshlab atalmış Amin Öy qurilishi, Kapilik Öy qurilishi nomida elib berayotgan chiqib ko'chirish siyosatining davomlashayotganiga 7 yil bo'lgan bo'lib, bu siyosat jami 25 cho'ng tur 100 nuqtalik turni o'z ichiga oldi ekan. Sharq Turkistondagi Uyg'urlar uchun og'ir siyosiy vazifa bo'lib yuklangan bu siyosat Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatlar ichidagi eng muhim va qattiq ijro qilinishi talab qilinayotgan siyosatlardan biri ekan. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqining kimlik va aqidasini yo'qotish uchun elib berayotgan bu muhim siyosatiga xalqning qalbini mujassamlash, kuchni uyushtirish, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikni kuchli kapolatga ega qilish uchun deb tushuncha bermoqda. Xitoy tajovuzchilarining bergan ma'lumotida 2016 yili ichida jami 7665 uydagi oilaning uylarini chiqib ko'chirish xizmatini elib berishni planlagan bo'lib, hozir buning ichida 4227 oilaning ko'chish nuqtasidagi uylari putgan va 1318 oiladagi 4875 kishi ko'chish nuqtasidagi uyga ko'chib kelishga majbur bo'lgan. Bu yilgi Xitoy tajovuzchilarining plani 55% dan ortiq o'rinlangan bo'lib, yil oxirigacha 100% ga yetkazdi ekan. Xitoyning yangi belgilamasi tanqidga uchradi. Xitoyning Sharq Turkistondagi o'smirlarga aloqador yangi belgilama chiqarganligi va bu belgilamaning ota-onalarga og'ir xavf elib kelganligi nupuzli axborotlarda xabar qilinmoqda. Al Jazeera axborot to'ri 12 oktyabr bergan xabarda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi o'smirlarga aloqador yangi belgilama chiqarganligini va bu belgilamaning ota-onalarga og'ir xavf elib kelganligini xabar qildi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi asosli tashviqotlardan biri bo'lgan Xinjiang gazetida ma'rifga munosabatlik yangi bir belgilama e'lon qilingan. Belgilamaning diniy ishlarga aloqador qismida deyilishicha, farzandlarini diniy faoliyatga qiziqtirgan, ilhomlantirgan, majburlagan ota-onalarning soqchiga ma'lum qilinish kerakligi o'ttirg'a qo'yilgan. Al Jazeera axborot to'ri Xitoyning yillardan beri o'zini oqlab, o'zlarining Uyg'urlarga hech qachon diniy jihatdan besim qilmaganligi, kengri diniy erkinlik siyosatining yo'lga qo'yilganligidek tashviqotlari bilan bu chiqarilgan belgilamaning bir-biriga tubdan qarama-qarshi ekanligini bildirgan. Sharq Turkiston 2009 yildagi Urumchi qatliamidan keyin diniy va milliy jihatdagi besimlarning og'irlab berishi va buningga munosabatlik turli cheklamalarning ko'payishi Uyg'urlarning normal kishilik huquqlari doirasida yashashini quruq tushga aylantirgan edi. Shundan keyin Xitoy soqchilari uyma-uy kirib aqtirish jarayonida bolalarning diniy o'qitishga munosabatlik har qanday bir faoliyatini bayqasa, ota-onalarni tutqun qilib qamoqqa elib kelgan edi. Munosabatli kishilarning bu vaqtda bildirishicha, bu qitim e'lon qilingan bu belgilama Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarga qartilgan diniy bostirish siyosatlarini qonuniy asos bilan ta'minlab, texmo vahshiy diniy va irqiy bostirishlarning maydonga chiqishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Xalqaro kuchlar tengpunktligi va o'zgarish ahvoli temasida yig'in ochildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining markazida Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesining o'qituvchisi
doktor Erkin Akram leksiya so'zlab, Xitoyning hozirgi ahvoli haqida ma'lumot berdi. 9 ayning 8 kuni shanba kechda Sharq Turkiston Ma'rifat hamkorlik jamiyatining Istanbul chopidagi markazida oylik suhbat yig'ini ochilgan bo'lib, bu yig'inga Anqara universitetining doktori Erkin Ahmad, Hacettepe Universiteti tarix bo'limining o'qituvchisi doktor Erkin Akram, Turkiya sobiq parlament a'zosi professor Jalal Arbay qatorliqlar qatnashib, yig'inda muhim so'z qildi. Bu yig'inga Turkiya turayotgan 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Bu yig'inda Erkin Akram xalqaro kuchlarning tangpongligi va o'zgarish ahvoli degan temada so'z qilgan bo'lib, so'zda Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarga tutayotgan siyosati, Xitoyning chegara bexatarligi, davlat manfaati, Amerikaning strategik besimiga qarshi elib berayotgan har xil faoliyatlari va shundaqla yangi Ipak yo'lini ishga oshirish uchun Osiyo davlatlari bilan bo'libmi Turkiya bilan yaqin munosabatlarda bo'lishga tirishayotganligidek masalalar haqida to'xtalib o'tish bilan birga, Xitoyning yana bir tarafdan Osiyo va dunyo siyosatida Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasining o'ziga qarshi bir kovzur bo'lib kelishining oldini olish uchun barliq tirishchanliklarni ishga solayotganligini, bo'libmi Turkiya va Qozog'istonga o'xshaydigan Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan rayonlarga bakrak ko'ngil bo'layotganligini deb o'tdi. Undan boshqa yana Xitoyning yangi Ipak yo'li strategiyasi haqida to'xtalgan bo'lib, bu yangi Ipak yo'lining Xitoy uchun intayin muhim ekanligini, bu strategiya orqali har qaysi davlatlar bilan munosabat bog'lab, Yevropa ittifoqi bilan Amerikaning savdo tijorat bozorini kengaytirishning oldini olib, Amerika va Yevropani dunyoviy bozordan siqib chiqarishni maqsad qilayotganligini, oxirgi hisobdagi plani bo'lsa, iqtisodiy planlar orqali butun dunyoda o'zining birinchi jahongir xo'jayin davlat bo'lish maqsadining borligini so'zlab o'tdi. Xitoydaydi men kuch bilan oldinga bormayman, chunki kuch bilan oldinga borsangiz xafa bo'lasiz. Men iqtisod bilan boraman. Men iqtisodni vosita qilib sizlarni jalb qilaman dedi. Butun dunyoga Kongs institutini qurdi. Buningki sababi nima bu? Ya'ni Ipak yo'li xalqaro seviye, ya'ni xalqaro tuzay, xalqaro qatlamda deydi. Xitoy qatlam, rayon qatlam, buningki xalqaro qatlam. Üçüncü olsa xalqaro qatlamda Uygur veya bu nime Şark Türkistan meselesini rakipler taraftan kozul kılışını aldırmış. Misal Rusya, misal Hindistan, misal Amerika, misal Germaniya, misal Türkiye, misal İran. Bunlar hepsi Şark Türkistan meselesini, Uygur meselesini bana kılıp Xitayga pozitib, Xitaydan texmi chiqarib, manfaatni sug'urib oldigan ihtimal davlatlar bular. Shunga xalqaro Birleşken Devletler'de veya xalqaro seviyedagi yig'inlarda, konferanslarda doimo Uyg'urlarni yomon ko'rsatib, bunlar terörist, bunlar medeniyetsiz, bunlar kendida qolgan, bunlarni ko'rdingmi mana? Bu yana Iroqda mı bular, Suriyada mı bular, Guantanamo'da bular, Afganistan'da var deb uni ko'rsatib turib, xalqaro Uyg'urlarning imajini, obrazini buzishga tirishyapti. Anqara Universitetining doktori Erkin Ahmad bo'lsa, Abduqodir Yapchan masalasida Anqarada elib berilgan bir yurish xizmatlar to'g'risida to'xtalgandan keyin, hozirgi murakkab dunyo o'zgarishlari Turkiya Xitoy munosabatlaridagi bir qator masalalarga nisbatan har qaysi Sharq Turkiston tashkilotlarining bir yerga jam bo'lib, o'rtaq fikr birligi hosil qilgan holda amaliy harakat qadam bosqichlarini muzokara qilishning zarurligini ta'kidlab o'tdi va bu to'g'ridagi fikr taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Yig'inda professor Jalal Arbaymi so'z qilib, Abduqodir Yapchanning Turkiya hukumat tarafidan Xitoyga qaytirib berish ehtimolligining faqatli yo'qligini, buning mumkin emasligini, bu to'g'rida davlat raislari va bosh ministr, tashqi ishlar va adliya ministrlari bilan ayrim so'zlashib, bu masala to'g'risida ularga talab xati sunganligini, ularning birdek bu ishlardan xabardor ekanligini bildirganligini deb o'tdi. Undan boshqa Jalal Arbay so'zda yana davlat arkonlarining Sharq Turkiston masalasiga sezgurlik bilan jiddiy qarayotganligini, buningga alohida ahamiyat berayotganligini, buningda hech qanday bir shubhining yo'qligini deb o'tdi. Ben bu davada yürürken Yapçan'ın azatlığı için, Doğu Türkistan'ın azatlığı için göl bayrağın semalarda dalgalanması için yürürken yürüdüğüm yolların salim olmasını, ayağıma dikenin batmasını istemiyorum. Bu yılki xalqarалық mukofot yana İlham To'xtug'a berildi. Xitoy tarafidan bo'lgunchilik bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan İlham To'xtug'a xalqarалық Martin Annas kishilik huquq mukofoti berildi.
mukofot qizi Javhar Ilhom tarafidan Shveysariyadagi Yevropa parlamentida topshirib olindi. Xitoy tajovuzchilari tarafidan bo'lgunchilik bilan ayblanib muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Ilhom To'xtiga berilgan xalqaroliq Martin Annas kishilik huquq mukofoti uning qizi Javhar Ilhom tarafidan Shveysariyadagi Yevropa parlamentida topshirib olindi. Beijing Millatlar Universitetining o'qituvchisi professor Ilhom To'xti 2014-yili Xitoy tajovuzchilari tarafidan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan bo'lib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan lekin shu yili 10-oyning oxirida Turk dunyosi va jurnalistlar jamiyati Ilhom To'xtiga Ismoil Gasprali xalqaroliq inson haqlari va jurnalistlar mukofotini bergan edi. 2016-yili bo'lsa bu yillik Sakharov erkinlik mukofotining nomzodi qilib ko'rsatilgan edi. 10-oyning 11-kuni kechda Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquqni nazorat qilish tashkiloti qatorliq 10 tashkilot tarafidan Shveysariyaning Jenevadagi Yevropa parlamentida uyushtirilgan mukofot tarqatish murosimiga Yevropada ziyorati bo'layotgan Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhom qatnashgan bo'lib, dadasiga vakolatan Ilhom To'xti nomidan bu mukofotni topshirib oldi. Martin Annas kishilik huquq mukofoti 1991-yili vafot bo'lgan mashhur kishilik huquq faoliyatchisi Martin Annas nomiga ta'sis qilingan mukofot bo'lib, Ilhom To'xti bu yil aprelda bu mukofotga nomzod qilib ko'rsatilgan va 7-oyda bu mukofotga erishadigan 4 nomzodning biri bo'lgan. Undan boshqa Amerika qalamkashlar jamiyati Ilhom To'xtiga 2014-yili 5-oyda Barbara Goldsmith erkinlik mukofotini bergan edi. Yana bir tarafdan Turkiya parlamenti kishilik huquq komiteti boshlig'i Mustafa Yanar o'g'li professor doktor Ilhom To'xtiga berilgan Martin Annas inson haqlari mukofotiga qarata Xitoyning besim siyosatlariga qarshi eng yaxshi javob bo'ldi deb baho berdi. Mustafa Yanar o'g'li Uyg'ur rahbar Ilhom To'xtiga Shveysariyada Martin Annas inson haqlari mukofoti berilganligi haqida bayonot e'lon qilib, xalqaroning qo'llashi orqali mudofaa qilishni maqsad qilgan bu mukofotning Xitoyning Nelson Mandelasi deb tanilgan Ilhom To'xtiga berilganligi to'limi ulug' ma'noga ega dedi. Bu mukofot Xitoyning Ilhom To'xtini nafrat va o'limni qo'llaydigan bir bo'lgunchi qilib ko'rsatish urinishiga qaytarilgan eng go'zal javob bo'ldi. Diniy va siyosiy besim ostidagi Uyg'ur turklariga qaratilgan ig'ir siyosatlarni tanqid qilganligi yuzasidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Ilhom To'xti mana amdilikda xalqaro jamoatchilik va kishilik huquq faoliyatchilari tomonidan ittifoqlikning sadosi deb tanilishni davomlashtirdi. Sharq Turkiston O'limalar birligi Yusuf Qaradaviy bilan ko'rishdi. Sharq Turkiston O'limalar birligining raisi doktor Ataullah Shahyarning boshchiligida Sirajiddin Aziziy qatorliq Uyg'ur o'limalaridan tarkib topgan bir hay'at Dunyo O'limalar birligining raisi Yusuf Qaradaviyni ziyorat qildi va o'zaro fikr almashtirish bilan birga muhim suhbatlarni olib bordi. Dunyo O'limalar birligining yig'ini Istanbulda ochilgan bo'lib, 10-oyning 7-kunidagi yig'in jarayonida Sharq Turkiston O'limalar birligining raisi doktor Ataullah Shahyarning boshchiligida Sirajiddin Aziziy qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir bo'lik Uyg'ur o'limalardan tarkib topgan bir hay'at Dunyo O'limalar birligining Istanbuldagi qurultoy o'rnida birlikning raisi Yusuf Qaradaviyni ziyorat qilgan va o'zaro fikr almashtirish bilan birga muhim suhbatlarni olib borgan. Suhbat jarayonida Sharq Turkiston musulmonlarining hozirgi ahvoli va Sharq Turkiston O'limalar birligi tunishtirib o'tilgan. Yusuf Qaradaviy tunishtirishlarni anglagandan keyin Dunyo O'limalar birligi nomidan Sharq Turkiston O'limalar birligini qo'llaydiganligi va o'zaro hamkorlashadiganligini bildirgan. Dunyo O'limalar birligining bu yig'inga Sharq Turkiston O'limalar birligidan Abdulakimxon Mahsumajim, doktor Abduxoliq Uyg'ur, Ibrohim Damollam qatorliqlarning qatnashganligi xabar qilingan edi. Ali Qaradag'i Sharq Turkiston yoshlarining mas'uliyatchanligi to'g'risida muhim so'z qildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin baş katibi Dr. Ali Qaradag'i 10-oyning 9-kuni kechda Sharq Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Jamiyatining taklif bilan Sharq Turkistonliklarga muhim so'z qildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin baş katibi Dr. Ali Qaradag'i 10-oyning 9-kuni kechda Sharq Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Jamiyatining taklifi bilan jamiyatning Istanbul chapidagi markaziga kelib Sharq Turkistonliklarga muhim so'z qildi. Doktor Ali Qaradag'i so'zda dunyo musulmonlari jumladan Sharq Turkiston musulmonlari uchun eng muhim bo'lgan 4 nuqta haqida alohida to'xtalib o'tdi. U to'xtalgan 4 nuqta bo'lsa, birinchi ilm o'qish va o'qitish xizmatlarini asos qilish, ikkinchi iqtisodiy o'lni mustahkamlab, bu jihatdagi kuchni oshirish, uchinchi musulmonlar orasidagi media tashviqotiga alohida ko'ngil bo'lish, to'rtinchi musulmonlar qayerda bo'lsin chechilangu holatda emas, balki mustahkam birlik hosil qilgan holda jamoatlashib yashashning intayin muhim ekanligidek masalalar to'g'risida tafsiliy to'xtalib o'tdi. Oxirida hozirgi Sharq Turkiston masalasidagi ba'zi muhim masalalar to'g'risida so'ralgan savollarga qanoatlanarli javob berdi.
jamiyat bosh kotibi Ablat Hajim yig'inga riyosatchilik qildi va doktor Ali Qaradag'iyning so'zlarini tarjima qilib berdi. Bu suhbatga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining idora hay'at mas'ullari va a'zolari, shundaqla Istanbulda yashayotgan Uyg'urlar bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashishi bilan birga Sharq Turkiston o'limalar birligining raisi doktor Atavullah Shahyar bilan Sirajiddin Azizi qatorliq bir turkum o'limalar qatnashdi. Doktor Ali Qaradag'iy 1949-yili Iroqning Sulaymoniya tavalligiga Qaradagh degan yerda tug'ilgan bo'lib, 1969-yili Islom institutini bitirgan. 1980-yili Misr Azhar universitetining qonun fakultetini yuqori natija bilan tamomlab, 1985-yili Azharning qonun fakultetida doktorlik unvoni olgan. Doktor Ali Qaradag'iy har qaysi davlat va xalqarodagi islomiy xizmatlarda muhim vazifalarda bo'lgan bo'lib, xalqaro musulmon olimlar birligi bosh kotibi, mazhablar orasi hamkorlikni kuchaytirish maqsadida qurilgan maslahat kengashining raisi, Fatvo va tadqiqot kengashi Yevropa rais yordamchisi, Qatar universiteti shariat va islom tadqiqot fakulteti professori degandek vazifalardan boshqa yana ko'plagan vazifalarda bo'lgan. Biz Abduqodir Yapchan bilan birga Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi biz Abduqodir Yapchan bilan birga degan temada bayonot e'lon qildi. Mashhur jamoat arbobi Abduqodir Yapchan nazarbandga elingandan buyon Turkiyadagi nufuzli ommaviy tashkilotlar orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, o'zlarining Abduqodir Yapchan bilan birga ekanligini, uning masalasini yaqindan ko'zlaydiganligini bildirishmoqda. Bu qatim Turkiyadagi shundaqla islom dunyosidagi eng kuchli tashkilotlardan biri bo'lgan Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi Abduqodir Yapchan haqida maxsus bayonot e'lon qildi. Tashkilotning to'r betida e'lon qilingan bu bayonotda tovandagilar o'tirg'a qo'yilgan. Uyg'ur turklarining rahbarlaridan biri bo'lgan Abduqodir Yapchan 2001-yildan beri Istanbulda yashab kelayotgan bo'lib, 2002-yili Xitoy doiralari tomonidan qizil rangli tutish buyrug'i chiqarilib, 10 necha yil o'tgandan keyin Bakirköy Adliya sud mahkamasining qarori bilan tutqun qilinib, Maltepe turmasiga qamalgan. Bu to'liq afsuslanarli bir ish. Uzun yillardan beri Xitoyning ishg'oli ostida turayotgan Sharq Turkiston masalasi islom jo'grafiyasida bo'libmi davlatimizda eng muhim bo'lgan qayg'uliq va azobli yoralarimizning biridir. Yillardan beri butun dunyoning ko'z oldida yuz berayotgan Sharq Turkistondagi bu zulmlarga mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin yoki boshqa xalqaro jamiyatlar bo'lsin, un-tinsiz sukut qilib keldi. Bu sukutdan ilhomlangan Xitoy doiralari eng muhim bo'lgan aqida va ibodat erkinligi, kishilik huquq qatorliq har turli haq huquqlari shundaqla asli bo'lishga tegishli tabiiy talablarni e'tiborsiz qoldirib kelmoqda. Bu ahvolda o'zi turayotgan davlatlardagi musulmonlarning Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lishini, qo'llab-quvvatlashini qo'lga keltirish uchun tirishishdan boshqa jinoyati bo'lmagan Abduqodir Yapchanga har xil sabablar bilan vatandoshlik berilmasligi, shuncha yillar o'tgandan keyin obyektiv yoki subyektiv hech bir jinoyati bo'lmagan bir ahvolda sud qarorining berilishi to'liq qayg'uli bir ishdir. Xitoy doiralarining muhojiratdagi Uyg'urlar ichidan chiqqan ilg'or kishilarga qarshi elib berayotgan faoliyatlarining bu holatga kelishi hech bir haq huquqlarga yoki har doim mazlumlarning yendi bo'lib kelgan Turkiya hukumatining davlat siyosatiga asla uyg'un emas. Shuni qabul qilishimiz kerakki, Sharq Turkiston davosini psixik jihatdan besim ostida tutishni maqsad qilgan bu muomala na tunji yoki oxirgisi emasdir. Xitoy doiralari bizning qarindoshlarimizning eng bexatar holatda boshpanalikka erishganini ko'rgandan keyin davlatimizga besim qilish orqali ularning haqliq da'volarini yo'q qilmoqchi bo'lyotdi. Biz o'zimizning qimmatli madaniyatlarimiz asosida g'arb allariga insoniylikdan dars o'tayotgan davlatimizning ayrimchilik qilmasdan barliq ojizlarga bag'rini ochgan siyosatlardan faxrlanamiz. Biz mana bu nuqtadan davlatimizda tinch va xotirjam holda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni va ularning haqli holati elib berayotgan bu da'volarni qo'llab-quvvatlayotgan barliq musulmonlarni umidsizlik va andisha ichida qo'ymaslik uchun tutib turilayotgan Abduqodir Yapchanning darhol qo'yib berilishini, Turkiya sirtiga chiqarilmasligini umid qilish bilan birga Abduqodir Yapchan va Abduqodir Yapchanga o'xshagan Uyg'ur arboblarining kechiktirilmasdan vatandoshlik iltimosining qabul qilinadiganligiga ishonamiz. Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birlashmasi raisi Ali Kurt. İstanbul'da Uyg'ur tarixiy tadqiqotlari ilmiy muhokama yig'ini ochildi. 8 oktyabr tushdan burun İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Topkapi Mevlevixonasida 8. navbatlik Uyg'ur fan tadqiqotchi adib mutaxassislar uchrashushining Uyg'ur tarixiy tadqiqoti ilmiy muhokama yig'ini ochildi.
8 oktyabr tushdan burun İstanbuldagi Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Topkapi Mevlevixonasida 8 navbatlik Uyg'ur fan tadqiqotchi adib mutaxassislar uchrashishining Uyg'ur tarixiy tadqiqoti ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Bu yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan Uyg'ur tarixiy tadqiqotiga munosabatli ko'plagan mehmonlar taklif bilan qatnashgan bo'lib, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarmi bu yig'inga ishtirok qildi. Uyg'ur akademiyasining faxriy raisi Rishad Abbas, Uyg'ur akademiyasining hozirgi raisi Abdulhamid Qaraxon, Amerikadan kelgan doktor Dulqun Qambiri, Qirg'izistondan kelgan Akbarjon Bahovuddin qatorliqlar ichilish nutqi so'zildi. Bu yig'inga chet eldagi Uyg'ur tarix tadqiqotida ko'z ko'ringan 25 atrofida Uyg'ur va turk tadqiqotchi mutaxassislar qatnashgan bo'lib, Uyg'ur tarixi to'g'risida qadimgi zamon Uyg'ur tarixi, o'rta asr Uyg'ur tarixi, yaqingi zamon Uyg'ur tarixi va bugungi Uyg'urlar va mavjud ijtimoiy masalalar qatorliq turlar bo'yicha 4 bo'limga bo'linib, Uyg'urlarning bir butun tarixi muhokama qilindi. Yig'inning ikkinchi bo'limi yaqingi zamon Uyg'ur tarixi to'g'risida bo'lib, Qirg'izistondagi Uyg'urlarning tarixi, Kuchada o'tgan tarixiy shaxslar, Yettisuv Uyg'urlarning 1916-yildagi qo'zg'olonga qaytilishi, 20-asrda Uyg'ur tarixida tarixiy determinizmning ifodalari, Türk Uyg'ur diplomatiya tarixining dastlabki yillari degan temalarda muhokamalar elib berildi. Yig'inning 3-bo'limida yaqingi zamon Uyg'ur tarixi va bugungi ijtimoiy masalalar degan temada muzokara va munozara elib berilishi bilan birga Doktor Asad Sulaymonning Ladakh yo'lda hijrat maqolasi qatorliq 4 temada ilmiy maqolalar taqdim qilindi. 4-bo'limida professor Ahmad Tashag'il qishloqlardan shaharlargacha turk qaraxoniylar qag'alliqlari askarlari degan temada so'z qildi. Professor Qonur Alip Arjilasun 9 O'g'iz va Uyg'ur munosabati haqida to'xtaldi. Yig'inning 5-bo'limida o'rta asr Uyg'ur tarixi to'g'risida 4 nafar tadqiqotchi o'zi tayyorlab kelgan ilmiy maqolalarni o'qib o'tdi. 6-bo'limida Türk dunyosiga aloqador elib borgan tadqiqotlar bilan tanilgan doktor Yusuf Gedikli so'z qilib, Osmanlı davlati va Turkiya Cumhuriyeti bilan Turkiston o'rtasidagi siyosiy va madaniy munosabatlar to'g'risida to'xtaldi. Xitoyning qora qo'li Misrga so'zildi. Xitoyning Misr turishliq elchixonasi Misrga vaqtliq kelganlar uchun o'qishga kirish isboti va shuningga munosabatlik isbotlarni bejirib bermaslik to'g'risida uqtirish chiqargan. Xitoy tajovuzchilarining Misrda turishliq elchixonasi Misrga vaqtliq kelganlar uchun o'qishga kirish isboti va shuningga munosabatlik isbotlarni bejirib bermaslik to'g'risida uqtirish chiqardi. Bu uqtirishning navbatda Misr Tashqi ishlar ministrligi chet ellik o'quvchilarning maktabga o'qishga kirish isboti bejirish ishi to'g'risida Xitoy konsuli bilan ko'rishgandan keyin chiqarilganligi bildirilmoqda. Uqtirish 10-oyning 11-kuni chiqarilgan bo'lib, uningda Misrda o'qiyotgan o'quvchilarning cho'qim maktabga kirish tizimlariga amal qilishi kerakligi, faqat Xitoyda turishliq Misr elchixonasidan sayohat vizasidan boshqa viza bilan kelganlarga Misrdagi maktablarga kirish isboti bejirib berilganligi bildirilgan. Undan boshqa Misrning qoida nizomlariga amal qilish uchun Misr sayohat vizasi bilan kelgan, aerodromda qo'yilib viza bilan kirgan va Misrda qonunliq turish iqomati 6 oydan tuvan bo'lganlarga birdak maktabga kirish isboti, turish isboti va kimlik isboti degandek o'qishga kirishga munosabatli isbotlarni bejirib bermaydiganligi e'lon qilinib uqtirish chiqarilgan. Erdo'g'an Iroq bosh ministeriga qattiq raddiya qaytardi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Başika lageridagi Türkiye askerlarining mavjudligini Iroq hukumatining krizisga aylantirib olganligiga qattiq raddiya qaytardi. Türkiye Ovozi Radiosuning xabarida bildirilishicha, Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan, Başika lageridagi Türkiye askerlarining mavjudligini Iroq hukumatining krizisga aylantirib olganligiga qattiq raddiya qaytardi. Erdoğan, Türkiye armiyasi hech kishidan yorliq elib yurmaydi dedi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da chaqirilgan 9. navbatlik Yevro-Asiya İslam Şurası yig'inida ichilish nutqi so'zildi. Erdoğan so'zida Iroq bosh ministri Haydar al-Ibadining Başika lageridagi Turkiya askarlarining mavjudligini xohlamaymiz degan so'zini tanqid qilib, "Sening u yerdan varqirab jarqirashlarning ahamiyati yo'q. Sen mening tangtushim yoki mening saviyamdagi odam emas. Haddingni bil. Turkiya Cumhuriyeti armiyasi hech kishidan yorliq olmaydi. Biz u yerda Başikada bilginimizni qilamiz" dedi. Erdoğan Iroq bosh ministrining o'tmishda Turkiya armiyasining Başikaga yo'llanishini talab qilgan so'zlarining qaydlari borligini, pat yaqinda bularning e'lon qilinganligini aytdi. Irak'ta yakında da Musul'da yapılacak operasyonlara aynı anlayışla nasıl Cerablus'ta katıldıysak, nasıl Rai'de katıldıysak, evet, şimdi yine söylüyorum,
Bana şahsıma hakaretler ediyor. Ya sen benim zaten muhatabım değilsin. Seviyemde değilsin. Kıratımda değilsin. Kalitemde değilsin. Irak'tan senin bağırman, çağırman bizim için hiç de önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız. Bunu böyle bilesin. Irak'ın başbakanı. Ya önce haddini bil. Şu anda kendileri başika üssünü kurmamız için Sayın Davutoğlu döneminde bizlere talepleri var. Ve bunların hepsinin canlı kayıtları var. Ve bugün yarın bunların hepsi televizyonlarda yayınlanacak. Ve buna rağmen başika üssüne girilmiştir. Şimdi diyor ki buradan çekilin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu sizlerden talimat alacak kadar kalitesini kaybetmiş değildir. Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak yapmaya devam edeceğiz. Arakan Müslüman yaşları korallık köreş başladı. Şarkı Janubi Asya'daki en mazlum halkının biri bolgan Arakanlık Müslüman yaşlar Burma Buddistleri tarafından özleriga kılınavatkan kırgın ve zulümge karşı korallık karşılık hareketlerini başlaganligini e'lon qildi. Şarkı Janubi Asya'daki en mazlum halkının biri bolgan Arakanlık Müslüman yaşlar Burma Buddistleri tarafından özleriga kılınavatkan kırgın ve zulümge karşı korallık karşılık hareketlerini başlaganligi xabar qilinmoqda. Dünya Bültenining 13 oktyabr bu vaqtda bergan xabarida Burmaning Arakandagi Rohingyaliklardan tashkil topgan 200 kishilik bir guruh Burma hukumatining o'zlariga qarata har qanday bir masalada asla ijobiy pozitsiya tutmaydiganligini tushunib yetgandan keyin o'zlarining qarishlik harakatlarini boshlaganligiga doir uchurni ijtimoiy tashviqot vositalarida e'lon qilganligini bildirdi. Bu vaqtda e'lon qilingan qisqa sin ko'rinishda qo'llarida qo'ral tutgan bir guruh arakanlik musulmon yoshlar o'zlarining nima uchun qo'llariga qo'ral elib Burma hukumatiga qarshi qurolliq kurashga otlanganligi haqida to'xtalib, Burma hukumatining va hukumatning qo'llashiga erishgan buddistlarning elib borgan qirg'in va zulmlarining bardoshlik berish doirasidan xalqib ketganligini, buningga qarshi qurolliq harakatdan boshqa tanlash yo'lining qolmaganligini bildirgan. Bu qurolliq yoshlar Burma hukumat doiralarining 3 saqchi markaziga hujum qilgan bo'lib, bu hujumda 9 saqchi va buddist qari kuchlaridan 4 buddist o'ldirilganligi xabar qilingan. Burmadagi Rohingya musulmonlarining davlatning ma'muriy o'rinlarida xizmat qilishi, farzandlarining maktablarda o'qishi, shundaqla ularning bu davlatda fuqarolik huquqiga erishishi asla mumkin bo'lmaydigan bo'lib, bu hujum orqali 2012-yildan beri buddistlarning o'zlariga qilayotgan zulmlari va to'xtamasdan yuz berayotgan qirg'inlarning uzluksiz kengayishga qarab mengayotganligidek bir qator insoniy dafsandachiliklarga qarata berilgan ogohlantirish ekanligi bildirilgan. Arakan xabar agentligining bu vaqtda bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Rohingyaliklarning 2 mahallasi 20 dan ortiq buddistlar mahallasining o'ttirsida qo'rshavga ilingan holatda yerlashgan bo'lib, bu buddist mahallasidagi aholilar bilan Burma hukumati bexatarlik kuchlari birlikda hamkorlashib, bu 2 mahalladagi musulmonlarga og'ir tahdidlarni keltirayotganligi ma'lum. Yana bir tarafdan Arakandagi yoshlardan tashkil topgan mujohidlar 2013-yildan boshlab qo'llariga qo'ral elib ishg'olchi buddist Burma kuchlariga qarata ajallik zarba berib kelayotganligi haqidagi xabarlar pat-pat axborotlarda yer olmoqda. Alparan Ocakları hay'ati Ma'rif jamiyatida ziyorati bo'ldi. Alparan Ocakları tashkilotining Istanbul raisi Kurşat Mejan apandi boshchiligidagi bir hay'at Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Chapidagi markazida ziyorati bo'ldi. 10-ayning 13-kuni Alparan Ocakları tashkilotining Istanbul raisi Kurşat Mejan apandi boshchiligidagi bir hay'at Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Chapidagi markazida ziyorati bo'ldi. Jamiyat raisi Hidoyatulloh O'g'izxon, bosh kotib Abdulahad Abdurahmon, Jamiyat muavin raisi Musajan Ar, idora hay'at rahbari va ijtimoiy ishlar mas'uli Karam Qarim qatorliqlar mehmonlarning oldiga chiqib qizg'in kutib oldi. Ziyorat jarayonida o'zaro fikr almashtirilib, Sharq Turkiston va Uyg'urlarga aloqador masalalarda Sharq Turkiston masalasi, vatan ichidagi Uyg'urlarning hozirgi ahvoli to'g'risida Hidoyatulloh O'g'izxon apandi tafsiliy ma'lumot berdi. Undan boshqa Turkiyadagi o'zgarishlar, yaqinqi mezgillardagi Xitoy va Turkiya munosabatlarining Turkiyadagi Uyg'urlarga ko'rsatayotgan ta'siri qatorliq masalalar to'g'risida fikr va muzokaralar elib berildi. Oxirida Alparan Ocakları tashkilotining Istanbul raisi Kurşat Mejan apandim Alparan Ocakları tarafidan Abduqodir Yapchan masalasini hal qilish to'g'risida maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini uyushtirib bayonot e'lon qilganligini, undan boshqa Turkiyaning yuqori darajalik rahbarlariga Alparan Ocakları nomidan
Abduqodir Yapchan to'g'risida maktub yo'llash bilan birga Bilal Erdo'g'an bilan yuz turani ko'rishib, bu masalada o'rtoqlashadiganligini bildirdi. Hörmətli televizor görüşləri, şuna qılıb bu haftalik istiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qatımqı proqramımız görüşükçə sizlərni Cənab-ı Allah tapşırmaz. Şunaqla proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xizmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuh.